Kenji farzand bu maslahat so'ralmaydigan, faqat topshiriq beriladigan inson. Kenji farzand bu bolasini kimga qoldirishni bilmaydigan opalar uchun avtomatik yechim. Kenji farzand bu ota-onasining yoshi o'tgan, charchoq bosgan davrda tug'ilgan farzand. Unga bolalikdan yuk tushgan. Kenji farzand bu uydagi hamma ish egasiz qolsa, oxirida egasi o'zi bo'lib qoladigan odam. Kenji farzand bu fikr bildirsa, sen yoshsan deb eshitilmaydi. Sukut qilsa, boshidan hech narsa o'tmagan deb unutiladi. Kenji farzand to'yida ota-onasi mehmonlarni quchoqlab kutib oladigan emas, qo'llari titrab, kursida sokin o'tiradigan yoshda bo'ladi. Kenji farzand o'zining shaxsiy rejasi bo'lmaydi. Oiladagilarining o'zi unga reja tuzib berishadi. Kenji farzand bu ota-onasining suyanchi, oilaning oxirgi tayanchi. Hamma farzandlar hayot izlab uch tarafga tarqalganda jonga oro kiradigan farzand. Kenji farzand bu ota-onasining qadamiga qarab yurgan, ko'ngliga qarab gapirgan, yuragiga qarab yashagan farzand. Kenji farzand bu eng oxirgi bo'lib tug'ilgan, lekin hammadan oldin ulg'aygan farzand.